Assalomu alaykum kanallari. Navbatdagi kontent orqali biz sizga ajoyib bir jarayonni batafsil ko'rsatib beramiz. Bu kontent orqali demak, oylik ish haqingizga xiyonat qilishyaptimi, yo'qmi, oddiy bir ilova yordamida bilib olasiz va doimiy kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va eng muhim jihatlarni eshitib oling. Barchamiz telefonimizda mavjud magazinlar bor. Demak, o'sha Google Play bo'ladimi, Google Market bo'ladimi, shu orqali demak biz hozir kontent orqali aytmoqchi bo'lgan ilovani yuklab olish kerak bo'ladi. Buning uchun qidiruv tugmasini bosasiz. Moliyachi deb lotin alifbosida yozganingizdan so'ng bizga ko'rinib turgandek moliyachi degan ilova Iqtisodiyot va moliya vazirligini maxsus ilovasini ko'rsatyapti va buni o'rnatib olamiz. Demak, jarayon yakunlandi. O'sha ochish orqali ilovaga o'tamiz. Ruxsat berib olamiz. Telefonimizda aynan shu o'sha ilovani ishlatish uchun ruxsat beramiz. Bu yerda pin kod o'ylab toping deyapti. Aynan doimiy kelgusida kirishingiz uchun zarur bo'lgan pin kodni kiritasiz. Kiritgandan so'ng bu yerda bizga aynan o'sha telefon raqamini so'rayapti. Telefon raqami imkon qadar o'zingiz o'sha plastik kartangizga ulangan sim kartani ulagan ma'qul. Sababi o'sha jarayon o'sha aynan telefon raqami bilan bog'liq bo'lganligi sababli ish haqingizga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochib beradi. Demak, bu yerda men ommaviy oferta shartlari bilan tanishdim va roziman degan demak yerga galochka qo'yib davom etish qilinadi. Telefoningizga SMS xabarnoma keladi va pin kodni o'ylab toping deb yana qaytib jarayonni takrorlaydi. Qaytib urinib, xullas mana biz moliyachi ilovasiga kirdik. Bu yerda biz nimalarni ko'ra olamiz? Bu yerda endi hozircha test jarayonida, test kunda qo'shimcha qo'shiladigan xizmatlar ham mavjud. Bu yerda oylik ish haqingiz aks etib turadi. Aynan oxirgi oyda oylik olgan ish haqingiz. Bu yerda shu yerni o'zida bosib to'xtab, qo'shimcha qaysi davrga kerak bo'lgan ish haqingizni ko'rishingiz mumkin. Masalan, deyilganda 24-yil avgustni tanlaymiz, sanani tanlash qilgan tugmani bosamiz va bizda bu yerga oylik ish haqimiz haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Shuningdek, oylik ish haqqi deganini ko'k tugma joylashgan ustun orqali o'tsangiz, oylar ketma-ketligida aynan sizga o'sha qancha hisoblangan ish haqqlaringizni namoyish qilib beradi. Bu yerda deylik, oktyabr oyida batafsilda bossangiz agar eng qulay tomoni o'sha aynan ish haqingiz o'zingiz siz deylik soat pay ishlaysizmi yoki ish pay to'lanadimi haq sizga yoki oklad bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, umumiy o'zingizda chiqadigan doimiy ish haqingizni miqdorini bilasiz va har oyda aynan shuncha pul sizga kelib tushyaptimi, yo'qmi, barchasini bilib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, hisoblanma aynan qancha summa xodimlarga demak KPI bo'yicha to'lov, oklad kunbay va hokazo va hokazo. Umuman ushlanmalar, daromad solig'i qancha olinyapti va kasaba uyushmasi uchun qancha olinyapti, barchasi ko'rsatib o'tilgan. Demak, mana shu ilova orqali siz o'zingizni xavfsiz his qilishingiz mumkin bo'ladi. Sababi ish haqingiz aynan ijtimoiy maqsadda, demak boshqa maqsadlarda sizni ish haqingizdan ushlab qolinmayotganligiga bir o'zingizni nazorat qilish imkoniyati bo'ladi. Bu yerda keyinchalik kasallik varaqasi degan ustunni qo'shib beryapti. Tashabbusli byudjet bu jarayon ishga tushgan. Umuman tashabbusli byudjet jarayonida aynan qaysi tashabbuslar qancha miqdorda demak ovoz olgani va unga ajratilgan pullar miqdori kesimida. Bu yerda mening uyim degan xizmatlarni qo'shimcha qo'shadi.
ta'lim krediti, ta'lim yo'nalishidagi maxsus yo'nalishlar, pensiya yo'nalishida subsidiya, uy-joy, demak, uy-joyga subsidiya berishga imkoniyat bo'lgan yerlari mavjud. Bularni tez kunda deb qo'ygan, bular ham tez orada ishga tushiriladi. Ilovada o'ziga kirib, bundan tashqari bo'lgan jarayonlarni bevosita o'zingiz kuzatishingiz mumkin. Aynan o'zbek tilida berilgan ish haqini xohlagan davrdagi ish haqingizni, demak, siz xohlasangiz o'sha tegishli sanani belgilab to'xtab ko'rishingiz imkoniyati mavjud. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, moliyachi ilovasi bu o'sha O'zbekistonda foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan davlat axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan moliyaviy ma'lumotlar ilovasi hisoblanadi. U orqali fuqaro o'zini rasmiy moliyaviy va ijtimoiy ma'lumotlarni bir joyda ko'ra olishga imkoniyat yaratilgan. Kontentimiz shu haqida edi. Qadrdon kuzatuvchilar, biz bilan bo'ling va shu kabi jarayonlarni ko'rib, cho'ntagingizga zarar qilmasdan o'zingiz boshqarishni hamda nazorat qilishni o'rganing. Kontent yoqqan bo'lsa, albatta mehnatimizni qadrlasangiz, asosiysi keyingi kontentlarimizni tayyorlashimizga madad berishni hisobga olgan holda videoga like bosib qo'llab-quvvatlang. Obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bundan buyon kelgusida sizni yanada ajoyib kontentlar kutmoqda. Obuna bo'lgach, kanaldagi boshqa kontentlarni ko'ring. Barchasi eng zarur xizmatlar, kundalik hayotingizda doimiy zarur bo'lgan jarayonlar hisoblanadi. Shuningdek, do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashing. Uyda nima qilay deb turganlarga foydasi albatta tegadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.